Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun 2026-yil 4-aprel sanasi. Qutblaylarimiz, albin qutblaylarimiz mana ekish jarayonlari. Xo'p, Salafanimizda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan Al-Barakani filialidan 970 mingga olib keldik. 40 mikrorli Rossiyaniki deb berishdi. Bir tomoni oq, bir tomoni qora. Xo'p, 25 ga 30 ekan. Teshikchalari. Xo'p. Bu mana bochkamiz 2 tonnalik. Bizda Farg'ona kanalining suvi keladi. Xo'p, motor oldik bunga. Mana bu yoqdan ariqdan suvni tortadi-da, bochkaga tashlab beradi. Xo'p, Shifo firmasinikini oldik. Xo'p, 970 ming so'mga oldik. 970 mingga. Mana shu 2 tonnalik bochkani 5 minutda to'ldirib qo'yapti. Xudosi zo'r ishlayapti. Bu yoqqa mana bitta filtr qo'yganmiz. Kanal suvi xira bo'lganligi uchun, loyqa bo'lganligi uchun tindirib beryapmiz.